Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiya o'zbeklarni o'lim zonasiga yubormoqda. Rossiyaga bormang. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Bugun Rossiyaning turli hududlarida O'zbekiston mehnat muhojirlari sifatida borgan yosh yigitlarni g'ayriinsoniy va jirkanch usullar bilan Ukrainadagi bosqinga majburan olib ketish avjiga chiqqanligi ko'pchilikka ma'lum. Faqat ko'pchilikka, hammaga emas. Hozircha bunday kulfat boshiga tushmaganlarning hujjatlari to'liq bo'lsa, Rossiyada yurish-turish qoidalariga rioya etilsa, noqonuniy xatti-harakatlar qilinmasa, hech kim sizga tegmaydi degan xomxayollar ham o'zini aldamoqda. Rossiyaning Ukrainaga jinoiy bosqini boshlangandan to bugungacha shu bosqinga majburan turli tuhmat va noqonuniy yo'llar bilan olib ketilib, so'ng jasadi temir tobutlarda ayanchli tarzda qaytarib yuborilgan navqiron yoshlarning aksariyatida hujjatlar to'la-to'kis bo'lgan. Ishonavering, bugun Rossiya ishlash uchun taniladigan variant emas. Rossiyaga bormang deb nomlangan serialli video materiallarimiz to'xtamayotganining ham boisi shu. Hozirda shu jirkanch usullar bilan bosqinga majburan olib ketilgan, vaqt o'tib bolasining o'ligini qabul qilib olgan va farzand dog'ida qolgan onaizor va sho'lik otalarning g'am anduhi tarmoqlarni larzaga solmoqda. Biz esa shunchaki Rossiyaga bormang deyishdan nariga o'ta olmaymiz. O'zimizda ish bo'lmasa nima qilamiz yoki o'zimizda ish bilan ta'minlab berilganda u yoqlarga ketmasdik. O'tirib gapirish oson degan nafratli gaplarning esa hozir mavridi emas. Gap jon, hayot va sog'liq haqida ketmoqda. Agar bu muhim unsurlar sizga kerak bo'lmasa, marhamat, har lahzada va istalgan paytda nima qilib bo'lsa-da bosqinchi armiyaga qo'shib olishga qaratilgan iflos usullarning qurboniga aylanishingiz mumkin. Bo'lgan mamlakat sizni kutmoqda. Chegaralarni ochiq, ammo qaytish kafolatlanmagan. Rossiyaga bormang, shu yerda qoling yoki tinch hamda normal siyosiy va ijtimoiy muhit mavjud bo'lgan davlatlarga boring. Zelenskiy prospektida migrantlar o'rtasidagi katta mushtlashuv natijasida 2 kishi pichoqlandi. 10 ga yaqin odam ishtirokida mushtlashuv 15 oktyabr kuni kechqurun bank oldida sodir bo'lgan. Janjal paytida ulardan biri pichoq chiqarib, 2 nafar raqibining ko'kragiga pichoq sanchgan. Ular kasalxonaga yotqizilgan deb xabar bergan manba. Yetib kelgan politsiya 3 nafar muhojirni voqea joyida qo'lga oldi. Pichoq ko'targan erkak qochishga muvaffaq bo'lsa-da, tezda ushlandi. Mushtlashuvning yana bir ishtirokchisi tunda Pulkovo aeroportida qo'lga olindi. Yaralanganlarning biri ham tibbiy yordam ko'rsatilgandan so'ng vaqtinchalik saqlash izolyatoriga olib ketilgan. Hibsga olinganlar shu paytgacha mayda bezorilik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ammo bu ish jinoiy javobgarlikka tortilishi ham mumkin. 2026-yil 1-martadan boshlab Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatga kelayotgan barcha mehnat muhojirlari va xorijliklarni gepatit B va C ga tekshirishni boshlashni rejalashtirmoqda. Yangi qoidalar fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, qochqinlar va vaqtinchalik boshpana so'rab murojaat qilganlarga ham tegishli bo'ladi, deb yozadi Vedomosti. O'zgartirishlar loyihasi allaqachon normativ hujjatlarning federal portalida e'lon qilingan. Tushuntirish xatida o'zgarish tibbiy ko'riklar o'tkazish tartibini takomillashtirish uchun zarurligi qayd etilgan. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng kasalliklar ro'yxati B va C gepatitlarini ham o'z ichiga oladi. Shu tariqa rasmiylar muhojirlarning sog'lig'i ustidan monitoringni kuchaytirish va identifikatsiyalarning tarqalish xavfini ham kamaytirishni istashmoqda. Endi Toshkent va Namangandan Krasnodarga parvoz qilish mumkin. O'zbekiston Airways Rossiyaning bu o'lkasiga parvozlarni qayta tiklamoqda.
Toshkent Krasnodar yo'nalish bo'yicha reyslar 26 oktyabrdan boshlanadi va chorshanba, juma va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Chipta narxi 2.309.000 so'mdan boshlanadi. Namangan Krasnodar yo'nalishidagi reyslar esa 28 oktyabrdan boshlanadi. Seshanba, payshanba va shanba kunlari amalga oshiriladi. Chipta narxi 1.522.000 so'mdan boshlanadi.